Ha, ertalab ham tushibdi. Turib ham oldim. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana kelib bugun biz juda ham zo'r bo'lgan survival o'ynaymiz. Bu videoni tomosha qilinglar, chunki bu videoda biz bank nomerimizni yo WhatsApp bo'lmasam boshladik videoni. Ertalab ham tushibdi. Hozir daladagi narsalar ham yetilibdi. Ularni chopib olishim kerak. Merga topshirsam atigi 7 stakkina izmurud beradi xolos. 7 stak demay 7 dona. Bu esa bitta nonga, 2 ta nonga yetadi xolos do'stlar. Mayli, boriga shukr qilamiz, chunki o'zim qilganim yo'q bu joyni. Mer menga shu joyni olib bergan. Uy o'zimniki, ota-onamdan qolgan uy. Bu samolarni hozir merga olib borib beramiz, bo'ldi. Do'stlar, ish pishdi, 7 dona izmurudni olib aylanib yuraveramiz. Bunaqa ham tushgan ekan, bo'ldi. Endi urug'larni ekib qo'yib, mashinami? Do'stlar, Nexia-ku, qaranglar. Hozir oldin biratdan borib so'rab ko'ramiz, agar u sotishi ham mumkin. Bu urug'lar endi menga keragi yo'q do'stlar. Hozir biratdan so'rab ko'ramiz do'stlar, biratdan so'rab ko'ramiz. Ketdi. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Keling, nima kerak? Shu mashinangizni narxi qancha deyapsiz? 7 stak izmurud, olsangiz oling. O'zi bir dona qoldi. 2 ta mashinam bor edi, uni ham bittasini sotib yubordim. Buni mana shu qishloqqa keldim. Nima deydi, bo'lib to'lashga bera olasizmi? Oyma-oy degandek. Okey, plyus bo'lsa oling. Bu oyma-oymi qilmayman unaqa. Короче, plyus bo'lsa kerak bo'pti. Mayli. Do'stlar, hammasi bo'lga qarab ish qiladi. Hozir merni oldiga o'tamiz. Merni oldiga o'tib, buni beramiz do'stlar, pulli bo'lib qaytib kelamiz. Merning uyi bu yoqda. Hop, tepaga ham chiqish kerak. Shu yo'llarni tuzatsa yaxshi bo'lardi. Mashina yurgan yo'llarni. 2 mashina olishga niyatim bor. Ana bu yerda qishlog'imiz banki bor. Xo'p, do'stlar, bu yoqqa o'tib olamiz. Hozir merni oldiga kiramiz. Assalomu alaykum mer, nima qilyapsiz? Assalomu alaykum, keldingmi? Keling. Hosilni olib keldingmi? Pishdimi senda tez? Ha, pishdi somoningiz, 9 ta somon. Qandayda, bizda 7 stak izmurudni olib ket, 7 dona izmurudni olib ketar. Adashib ketib qoldim. Nima qilyapsiz o'zingiz, janob mer? Men sport bilan shug'ullanyapman. Shu joyda yugurib tursam, qonim aylanar ekan. Sahri bo'lmas ekanman. Ko'rdingmi bu ilm-fanda bu ilm-fan. Ha, tuzuk, mayli, qo'yib olyapman. Faqat 7 donani ol xolos, stakni olma, qolgan stakni ol. Ha, xo'p. Voy do'stlar, shuncha pul. Bir stak bo'lib ketib qoldi, mayli. Mana do'stlar, 7 donamni olib oldim, xolos, bo'ldi menga. Sog'lik kerak emas, do'stlar. Men endi aylanib yuraman-chi. Endi aylanib yuramiz do'stlar, chunki hali bortun tushgan, uxlashga ham jonim ketdi. Xo'p, endi nima qilish kerak do'stlar? Короче, bu yerda biz bank bor-ku, aytgancha bu bankning tunasi bo'ladi-ku. Do'stlar, hozir aytaman. Do'stlar, короче, biz shu bankning tunasi bo'ladi-yu. Buni ichida qancha izmurud borligini hozir kirib ko'rib so'rab chiqaman, chunki 7 izmurudimizni bu yerda xohlagan summangizni qo'ya olasiz bankka. Mashina qo'yib chiqaman do'stlar. Ishonyapsizlarmi? Yo'q. Keyin buni bilib ichkarini o'rganib chiqamiz ham. Bo'lmasam hozir men boshladim do'stlar. Hozir boramiz, kiraman-da. Shuni uni qo'yib chiqay deyman-da, pastga tushib qo'yib chiqaman. Past tushirgan yer to'lasi bor, ko'rgandim. Merni pulini tashlab chiqqani, ya'ni bankdagi pullarni tashlab chiqqani, pullarni bo'lmasam hozir do'stlar bor tashlab chiqamiz. Bo'lmasam ketdi. Do'stlar, короче, endi hozir kiramiz, qo'riqchi turibdi, indamaslik kerak. Bu yoqda edi aytgancha bank. Qo'riqchi turibdi, ya'ni politsiyachi, u katta politsioner. Bu yerga ateylab yo'llashgan, shu bu yerda pul zo'r tushganligi uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling.
Faqat sizni tekshirib olishimiz kerak. Bankka kirmoqchi bo'lsangiz, xo'p, mayli tekshirib oling. Ketmoningiz bor ekan, ketmoningizni chekkaga tashlab qo'ying. Xo'p. Chekkaga tashlab qo'ysak, men tashlab qo'ya qolaman. Ha, tashlab qo'ydim. Bo'ldi, kiravering, eshik ochiq. Xo'p. Do'stlar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling, yaxshi, rahmat. Pulimni qo'ymoqchi edim. Mayli, qo'yavering. Xo'p. Xo'p, kirib olamiz. Pastga tushishimiz kerak, do'stlar. Xo'p, tezda tushib olamiz. O, ana. Do'stlar, qaranglar. Tekshirib olamiz. Do'stlar, pullarni qaranglar, pullar ko'p ekan. Bu yerda zimotlar ko'p. Demak, bu yerga o'g'irlikka tushsak bo'ladi. Bu yerda ham yetadigan ekan. Voy, do'stlar, qarochi, mana ertaga bugun tunda o'g'irlikka shu yerga tushamiz, do'stlar. Bundan avval Joniga borishimiz kerak. Bu yerda kanalizatsiya bo'lishi kerak, lekin yo'q. Kanalizatsiyasi bor edi. Tezda chiqib keting. Xo'p, mayli, chiqib ketaman hozir. Do'stlar, qarochi, Jonining oldiga boramiz hozir. Chiqdingizmi? Tezda buni olib oling. Xo'p. Do'stlar, hozir boramiz, Jonining oldiga boramiz, do'stlar. Jonining oldiga boramiz. Yo, WhatsApp deymiz deb Alloh Joniga bilib qolmasa bildi, yo bilsa mayli aytaveraman, chunki u bolalikdan beri birga o'sgan do'stim bo'ladi. Joni, uydamisan? Ha, kiraver, kelar. Qaysan, Joni? Yaxshi, rahmat. Nima demoqchisan? Shu bankni kanalizatsiyasida ishlaganding aytgancha, to'g'rimi? Ha, ishlagandim. Nima demoqchisan? Sen o'g'irlikka tushmoqchimisan? Ha, qayerdan biling? Bildim-da, endi shu bankni kanalizatsiyasini so'raganligi uchun. Mayli, hech kimga aytmaysanmi? Yo'q, aytmayman. Ha, sen yaxshi do'stsan. Faqat pulni yarmini menga bo'lsang mayli derdim. Ha, yaxshi, bo'lishaveraman. Ana bu sandiqda niqob bilan kirka bor, olgan. Xo'p, oldim. Aynan nega kirib ber niqobi? Shunday yuzing uncha ko'rinmaydi-da. Ha, to'g'ri aytasan. Bo'lmasam bo'pti, Joni. To'xta, senga qayerdan chiqishni aytmadim-ku. Ha, to'g'ri. Agar yarim pulni berganda uyimni remont qilib olgan bo'lardim. To'g'ri aytasan, uyingni remont qilib olishing kerak ekan. Mayli, beraman pulni yarmini. Bo'lmasam eshak, pastga tushganda nimadirni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Aynan nimani? Quvur ko'rdingmi? Yo'q, quvur ko'rmadim lekin. Aniq ko'rmadingmi? Ha, ko'rmadim. Bo'lmasam unda eshak. Bu yerdagi loylardan nimadirni to'sib qo'yishgan, lekin hidiga chidaysan kanalizatsiyani. Nima demoqchisan bu gap? Nima demoqchisan bu gaping bilan? Shu sassiqligini aytmoqchiman. Ha, rahmat. Bo'lmasam bo'pti. Xo'p, bo'pti, tez pulni o'g'irlab kel, bo'ptimi? Sandiqlarni ham qarab pastdagi. Xo'p, qayerdan shuncha ma'lumotni biladi, tushunmadim. Bo'lmasam do'stlar tun ham tushib qoldi, demak. Hozir ish bajargani boramiz. Oldindan kiramiz, shofyorni orqadan o'ldiramiz. Juda ham zo'r ideya, do'stlar. Qarochi. Xo'p, hozir pastga tushamiz-da, kirib hammasini o'ldiramiz. Orqadan. Keyin pulga hamma narsani sotib olaman, do'stlar. Xo'p, kirib olaylik. Xo'p, bugun tun va biz qotillik qilgani ketdik. Buni qo'yib qo'yaman. Bo'lmasa boshladik. Do'stlar, ovqat ham olay. Mana kartoshka olib olaman, agar og'zim sasib qolmasligi uchun. Xo'p, niqobni kiydik, do'stlar. O'g'limizni o'ldiramiz. Ketdik, do'stlar. Orqa tarafdan o'tishimiz kerak. Pichoqni yig'ishtirib qo'yay, yana ko'rib qolishmasin. Griper niqobini hech kim meni tanimasa kerak. Hop, ketdik, do'stlar. Yo'l bilan bank tarafdan orqadan politsiyachini o'ldiramiz. Do'stlar, politsiyachini orqa tarafdan o'ldiramiz. Orqa tarafdan politsiyachini o'ldiramiz. Do'stlar, orqa tarafdan. Tushungan bo'lsalaring agar. Xo'p, vaqt. Shamchu, do'stlar. Xo'p, nimadir bo'lyapti. Jam kun holati. Ibrat qarab oling. Siz kimsiz? Do'stlar, o'ldirib qo'ydim. Shu do'stlar, umrimda o'ldirmagandim. Ish ochiq ekan. Jim turamiz. Assalomu alaykum. Yana siz keldingizmi? Ha, kelgandim.
pulimni olmoqchi edim. Mana kira qoning. Axir anaga nima qildi? Hozir aytaman. Mana nima qildi? Uni ham o'ldirdim. Do'stlar, do'stlar. Endi pastga tushib pullarni o'g'irlashimiz kerak. Do'stlar, men endi boyib ketdim, boyib ketdim, do'stlar. Pullarni tezda hamyonimizga siqqancha olamiz, do'stlar. Menga endi bular ko'pchi. Men endi boyman, do'stlar. Boyman, hamma joylarni sotib olaman, haligi mashinani ham sotib olaman, do'stlar. Pullarni yig'ishtiramiz, yig'ishtirib surib olishimiz kerak tezda, hech kim ko'rmayotganda. Hozir ertaga politsiyachilar ham to'lib ketsa kerak. Yana bilmadim, do'stlar, mana bu yerda o'zimizning pullar. Xo'p, bu yerga ham qo'yib olaveramiz, qanday bo'ladi pul. Bu yerda ham bor ekan, do'stlar. Xo'p, olamiz tez bo'lg'il. Aytgancha jo'nayotganda sandiqlarni tagini ham qara deb. Mana buni buzib olsak, sandiqlarni tagini ochib qarasak bo'ladi. Oy, do'stlar, bunda ham bor ekan. Hop, buni ochib bo'lmadi, do'stlar. Hozir javobiga nimadir bo'lsa. Voy, do'stlar! Olmoqlar bor ekan bu yerda. Demak, buni ustini bechoraga yopib qo'yishmagan ekan. Olmoqlarni juplab olaveramiz. Xo'p, bu yerdan tezda jupdagini rostlashimiz kerak. Hozir politsiyachilar ham kelib qoladi. Juda ham qo'lim qaltirayapti, do'stlar. Juda ham qaltirayapti qo'lim. Shuncha pulni ko'rmagan, endi buni qanday sudga boraman, kanalizatsiya deganda. Mana bu yerda bo'lish kerak. Shu bloklarni qazib olaman hozir. Mana do'stlar, past tunnel bor ekan. Do'stlar. Past tunnel bor ekan. Hozir pastga qarab tushib olamiz. Qo'limda hech narsa bo'lmasligi kerak. Sassiqligini, do'stlar. Mana buni ko'tarib qo'yish kerak va blokni tepaga tortib qo'ysak biz bilinishmaydi. Ketdik, do'stlar, bag'iga biz bilishmasak. Mana ko'rdim mana do'stlar. Mana bu yerda demak narsa bor, narvon bor ekan. O'shani bu nimaga? Bilmadim-u. Lekin tepaga qarab chiqib olamiz. Yopiq, buni mana bu bilan qazsak kerak. Chiqib oldik. Buni loy bilan bekitamiz. Do'stlar, men endi boyman. Ketdik, qo'shdik. Jonini oldiga qo'shamiz. Jonini qoplarni tashlab yuborishimiz kerak, do'stlar. Pulim ko'pgina. Do'stlar, olishim kerak. Joni qayerda? Sen qanday tez kelding? Shu tez kelganim yo'q-ku, shuncha odamni o'ldirib kelyapman. Mayli, pul o'g'irladingmi? Xo'p, Joni, boyib ketdik. Menda shuncha pul bor. Zo'r, ertaga pulni olaman. Bo'lmasam, menikida yota qol. Men uxlamayman baribir. Mayli. Faqat niqob bilan qani ketganim endi menga kerak yo'q, chunki meni o'g'irladi deb olishadi. Bo'lmasam, mayli. Uxlab qolaman, do'stlar. Joni yonimga yotib olibdi. Dur, Joni. Yotdim xolos-ku. Boshqa respawn bo'ldi, do'stlar. Hop, ertalab ham tushibdi. Men ko'chaga chiqishim kerak. Tez kilkani yo'qotib kel. Xo'p. Do'stlar. Endi shuncha pulga ketdi. Xo'p, necha mana bu ko'chadagilar ko'rsa, demak meni kimlar deb o'ylashadi. O'sha qotil bo'lmasam, do'stlar. Shu joyda video tugaydi. Ikkinchi qism chiqishini xohlasalaring, shu videoni prosmotrini 1,5 mingta qilishlaring kerak, do'stlar. Biz tezda oy oxirigacha 200 ta bo'lishimiz kerak. Bunga ishonaman, do'stlar. Faqat sizlardan iltimos shu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Menga juda ham katta motivatsiya bo'lgan bo'lardi. Bo'lmasam, xayr, bu bankda o'g'irladim, ya'ni qotil videosi edi. Ya'ni qotil hayotda, o'g'ri va qotil hayotda, do'stlar. Bo'lmasam hammaga xayr. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan yana killer bo'ldi obunachilar. Bo'lmasam hammaga xayr.